uxlashga harakat qilsa ham uxlamaydi. Uyqusizlik, yana bir marta aytaman, bugungi jamiyatning eng katta muammolaridan bittasi. Kimki shu muammosini to'g'rilasa, uyqusizlikni to'g'rilasa, ruhiy sistemasida ham, jismoniy sistemasida ham juda ko'p muammolardan qutuladi. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Shunaqa holat bo'ladi, inson uxlashga harakat qiladi. Uxlash uchun sharoitlarni yaratadi, lekin uyqu kelmaydi. Buni bizning tilda, ya'ni fan tilida insomniya deydi, ya'ni uyqu buzilishi. Uyqu buzilishi turlari juda ko'p, sabablari ham juda ko'p. Asosiy belgisi uxlashga harakat qilsa ham uxlamaydi. Tushundingizmi? Uxlamaydi. Ya'ni xonani havosini alishtirdi. Men uyquga tavsiya beraman-da ko'pincha mana. Nima qiling desa, birinchi navbatda xonani qorong'i qiling deyman. Undan oldin xonani havosini alishtirib oling. Yoz bo'lsa ham, qish bo'lsa ham bir oynani ochib oling deyman. Chunki tashqaridan toza havo kirib, bir havo aylanib olsa, ana yopib qo'yib, konditsioner yoqasizmi yo'qsa, qish bo'lsa yopib qo'yasizmi? Farqi xonani havosi alishsa, qop qorong'i bo'lsa, shovqin bo'lmasa, komfortli temperatura bo'lsa, odam uxlaydi. Mana shu rejimda 20 minut, 40 minut yotsa, 20 minutdan 40 minutgacha yotsa, melatonin ajraladi, sekin odam chuqur uyquga ketadi. Agar shunda ham odam uxla olmayotgan bo'lsa, demak bunda uyqu kasalligi bor, ya'ni uyqusizlik kasalligi bor. Buni insomniya deydi, buni aytib o'tdim.